Endilikte leksiyimizni başlaymayız vatandaşlar. Bugün çislağa bay etmaptık. Bugün çislağı 2023 yıl 10. ayının 27. günü haftaga Cuma vatandaşım. Bay çislağını etmaptık. Cuma 27'de ana başladık. Endilik siz biz dikkat kılırgan andan dikkat kılırgan nazik bir temazı nime desiniz. Tünügün 26. günü köşten keyin Wang Yi, Cumhuriyet Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga ziyoratga yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken qarshi oldi. Bugun mushu to'g'rida leksiya va sizlarga muhokama so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Biz mundaq bir fikr qilaylik hozir. Qarab turing, bu fikrimiz nima desiniz? Ben tünügün dedim, azı kişilik hukuk degen söz asta egizge elinyaptı dedim ya. Şunun deyin ki yana dikkat kılsam azı Tayvan meselesi degen gap egizdi yok. Amerika Qo'shma Shtatlari tarafida Hong Kong meselesi yoki Tibet meselesi, kişilik hukuk degen mesele mi yok? Amerika Qo'shma Shtatlari tarafida xabarlar yok. Bir kişilik hukuk meselesi eğer bu meseleyi biz Uygurlar özümüzge qarasak Tayvan meselesi degen mesele mi yok? Yani men demek şu boğunum, bu kıtım Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Washingtonda o'tkazilgan suhbatda mushu mesele o'tirib qo'yildi degan bu qatorda bu mesele yok. Bu mesele hatta Tayvan meselesi mi yok deyli. Endi mavzuga diqqat qiling vatandaş. Ministr Wang Yi davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishdi. Amerika Cumhuriyeti o'rtasida umumyuzlik suhbat qurishimiz kerak deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 10. ayning 27. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi Amerika Cumhuriyeti rahbarlari kelar oyda ko'rishish mumkinligi to'g'risida Cumhuriyet'in Tashqi ishlar ministri Wang Yi 10. ayning 26. kuni Washingtonga yetib kelib, Amerikaning yuqori darajalik amaldori bilan qo'sh taraflik va rayon doiralik masalalar bo'yicha suhbat o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken payshanba kuni tushdan keyin ministr Wang Yi bilan suhbat o'tkazib bo'lib, ministr Wang Yiga xizmat ziyofati berdi. Aksaray Davlat Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Cuma kuni, yani bugun Aksarayga yaqin yerdagi bir mehmonxona, yani Belayer mehmonxonasida ministr Wang Yi bilan suhbat o'tkazdi. Payshanba kuni tushdan keyin davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishishdan 2 soat ilgari Cumhuriyet Tashqi ishlar ministri Wang Yi muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Amerika ikki davlat suhbatlashishimiz kerak. Biz texmi cho'nqur suhbatlashishimiz kerak. Biz umumiyuzlik atrofli suhbatlashishimiz kerak. Xato tushunish va xato hukm qilishlardan saqlanishimiz lozim. Hamda ikki taraf munosabati, yani Amerika Cumhuriyeti munosabati chekinishdan to'xtab muqimlikqa o'zgarishi kerak. Nihoyat tezlik bilan sog'lom, muqim ve davomli taraqqiy qiladigan taraqqiyot yo'liga qaytishimiz kerak. Kechiring vatandosh, Uyg'urim, men o'zimning siyosiy hayotida yoki Cumhuriyet Kompartiyasini bilib kelayotgan, tushunib kelayotgan bir odam sifatida Cumhuriyet Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministrlari ichida bundaq gapni oshkor va konkret o'ttirib qo'yganligini tunji qatim ko'rdim vatandosh. Ko'rdingizmi? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shunday boshqa diplomat kichik davlatlarda diplomatiya bo'lmaydi vatandosh. Bu diplomatiya degan faqat cho'ng davlatlar o'rtasida bo'ladi. Masalan, Rossiya, Amerika,
Jungo degandek bu çoğun devletler oturuz diplomatiya buludu, başkası küçük devletler oturuz diplomatiya bombaydı vatandaş. Angliya, mana şu devletler oturuz diplomatiya. Şuna şu diplomatiya tarixida Jungo Kompartiyasının diplomatlarının muşunda bir qatım bunu samimi deyli, lekin samimi degen bilan yana Jungo Kompartiyasi xarakteri, mijaz xarakteri qarab turib gap qilishimiz kerak. Agar rostli bo'lsa, sen muşu degining bo'yicha ish qilsang, degining bo'yicha siyosat belgilasang, degining bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muhokamada suhbatda bo'lsang, u vaqtida bu konkretlik ustiga sening xarakteringdagi samimiylik qayerdan keldi deb savol qo'ymaymiz vatandosh. Qarab turing, ha, nima deydidan qarab turing, bir qarab o'ting yana. Çünkü Amerika ishki davlat suhbatlashishimiz kerak. Bunda gaplar chiqqan emas. Mana keyindan keldigan qo'shimcha gaplar bor, hozir bu yerda bu qo'shimcha gaplar ham yo'q vatandosh. Bir jumla bor, bir jumla oxirida. İkincisi biz texmi cho'nqur suhbatlashishimiz kerak. Ko'rdingizmi? Biz texmi cho'nqur suhbatlashishimiz kerak. Biz umumyüzlük, etraflık suhbatlashishimiz kerak. Mana bu cümlede sizning haqqingiz var, mening haqqim bor, Uyg'urning haqqi var bu cümlede vatandosh. Amerika Jungo oturup suhbat haqiqiy va texmi cho'nqur, etraflık ve umumyüzlük suhbatlashish degan mushu mavzu vaqi o'tirib qo'yayotgan mavzuning ichida Uyg'urning haqqi var, Tibetning haqqi var, Tayvanning haqqi var, Hong Kongning haqqi var do'stlar, vatandoshlar. Şuna biz bunu vaqi qanday qilib bu qatimina konkret o'tirib qo'yib qoldi deb hayron bo'lamiz vatandosh. Shunga hayron bo'lamiz. Endi nima deydi? Biz umumyüzlük, etraflık suhbatlashishimiz kerak. Xato tushunish va xato hukm qilishlardan saqlanishimiz kerak. Bu so'zni Amerikaliklar deydi. Amerikalik diplomatlar deb kelayotgan so'z. Biroq bu qatim vaqi o'zining og'ziga elib, o'zining maydonida turib so'zlayotdi vatandoshim. Xato tushunishlardan saqlanishimiz, xato hukm qilishlardan saqlanishimiz bu amaliyotda Amerika diplomatlarining so'zi. Endi bugun vaqi o'z og'ziga oldi degan gap maydonda yaqinlashdi, siyosat maydonida ko'z qarash oydinlashdi. Shunga Amerikaning degan so'zi bilan bugun bizning degan so'zimiz o'xshash, diplomatiya sohasida o'xshash demoqchi bo'ldi vatandosh. Saqlashimiz lazım. Hem ikki taraf munosabati, Amerika Jungo munosabati chekinishdan to'xtab muqimlik o'zgarish kerak. Salavat. Mayli 40 yillik munosabat tariximiz, mayli 40 kunlik yoki 4 yillik munosabat tariximiz jeriklashish, o'ridishish, qattiq pozitsiya bildirish va muloyim bo'lishdan iborat bir jarayonlarning hammasiga salavat ketdi. Endilikda biz davomli taraqqiy qilishning dag'dam yo'liga chiqishimiz sog'lom va muqim taraqqiy qiladigan munosabatni tashkillashimiz lozim. Ana keyin oxirida yana bir jumla munda qo'shib qo'ydi. Jungo Amerika munosabati yakundaq aralashma sadalar bo'ladi. Xayri ko'z qarashlar bo'ladi. To'g'ri o. So'zni to'liqlab turib vaqi mundaq ko'rsatdi. Biz haqni ölçeydigan ölçem meselesinde kimning beleki çoğ ve kimning ovozi çoğ deb qaramaymiz. Mana bu noktada siz amal qiling. Vaqi efendi, hozir bu haq ve nohaq meselesinde Amerika'nın beleki çoğunluk ve yoki Amerika'nın ovozi qattiqlik qilayotgani yo'q. Amerika haqni haq deb so'zlayotdi. Vaqi efendi, bir de Uyghur meselesini misalga alaylı. Bu Uyghur meselesinde Uyghur qirg'inchiligi, Uyghur medeniyet yo'qotish harakati, Uyghur yoshlarni ishqirliqdagi elib ketish meselesi, Uyghur yoshlarni operatsiya qilib ishga a'zo böbrek va jigarlarini elib xalqaro bozor setish meselesi, bu odatdagi jarayon emas-ku. Vaqi efendi, bu bir millatni uzul kesil yo'qotish deganlik-ku. Qarab turib buni jismoniy jihatdan, madaniyat jihatdan mavjudlikni tamom yo'qotish. Bu ajoyib qirg'inchilik vaqi efendi. Bu to'g'rida Amerika kishilik huquq deb gap qildi. Bu to'g'rida Amerika qirg'inchilik deb gap qildi. Bu yer yani o'lchaydigan qandoqda belki cho'nglik va ovozi qattiqlik masalasi mavjud emas vaqi efendi. Bunu sizin doğru tushundiganligingizni bilamiz. Mana biz Uyg'ur bo'lib so'zlayapmiz. Chunki biz sizga mustamlika,
Bizden sözdeş hukukumuz var Vangi Efendi. Endi müşahede ettiniz siz, bir sözünüz amel kılın Vangi Efendi. Biz bu kadar Amerika Koşmuş Ştatları bilen umumiyizlik etraflı sohbetleşimiz. Hoş şundak. Uygur degen milletin kilişi var, kitişi var. Uygur degen milletin tarihi var, ceryanı var. Uygur degen milletin Xitay Cumhuriyeti'ye müstemlike bulup kalışıdır. Naiti konkret tarih var. Vangi Efendi. Mesela siz müstakillik jakarladınız 20. asır 19. asırın keyinki yerimleri diye savlaganda. Siz ne dünya itiraf kılıştı? Uygur 3 katı müstakillik jakarladı. Ne için itiraf kılmadı dünya? Vangi Efendi. Rusya besip tutu. Çünkü Uyguristan'ın muhimliği, mukamlığı Cungu'ya nispeten etkanda Rusya için gerek idi. Rusya Orta Asya'nı qamal qilishi, işgal qilishi, kontrol qilishi gerek idi. Ta ki Kavkazgacha. Demek Janubi Rusya'nın eminligi, Orta Asya'nın eminligi, Orta Asya'nın eminligi Uyguristan'ın eminligi idi. Şoňa Uyguristan'ı sizge ketimlap müstemlik kılıp bedi. Vangi Efendi. Bu ketim naçelik bilen mertlik kılıp Amerika Koşmuş Ştatları ötküzgen söhbetim şu meselini otur gelip çıkalam siz Vangi Efendi. Şu vaxtıda bu etraflık sözleşiş ve umumizlik sözleşiş, diyalogleşiş bulup hesaplarında Vangi Efendi. Yukarıda gelip belege çoğun, avazı çoğun diyen gepini kılmak bir yerde fakat Amerika'nın hakikati çın turvatkallıqdan başka çoğunluk yok. Minister Vangi muhbirlağı fikir bayan kılıştın bir gün buran. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Joe Biden bunda görsetti. Cungu bütün yer şardı bir yol, bir belbağ asası kuruluş teşebbüsünü yol koyup hemkarlaşıkçılarını karzıki patırıp koydu. Prezident Joe Biden hükümetinin yukarı derecelik emeldarları iki taraf sohbetleşidigan mavzular doğrusu toxtaldı cümleden. İsrailiye ve Hamas uruşu, Rusya'nın Ukrayna'ya tecavüz kılış uruşu, Pentayni krizisi, hem de Janubi Jungo denizi yüz bergen harbiy parxotla soqulup ketiş vakalardan ibaret. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palata Taşkı Münasebetler Komiteti Reisi Michael McConnell ve Hindi Tinch Okean Grupsi Reisi Yang Kim bayanat elan kılıp bunda görsetdi. Prezident Joe Biden hükümeti Minister Vangi bilen görüşken yalga yavıdak ve dilegi aldınıp kalmaslığı lazım. Göregi elingan Amerikalıkların türmeden koyup berişni, Pentayni komülüçünü eksport kılışni, tok tutuşni ve Hindi Tinch Okean rayonida harbiy kengaymichilik kılış hareketlerini tok tutuşun talep kılış gerek. Demek ben başlayayım dedim bu kadar sohbette Tayvan meselesi mi yok, Hong Kong meselesi mi yok, Tibet meselesi mi yok, kişilik hukuk meselesi mi yok. Amerika Koşmuş Ştatları taktikle kalda yol koyuş degen muş basqıçqa destigendek kirip kelgendek tursa muş kadar sohbeti cuma. Biroq hazır konkret meseleni Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Vangi o'ttirib qo'ydi. Ko'rdingizmi yuqorida? Etraflık sözleşiş, diyalogleşiş, umumizlik diyalogleşiş, texmi çonqur diyalogleşiş, Amerika Jungo münasebetine terakkiyatdan dağdam yolu elip çıkış. Oldu. Umumizlik, etraflık sohbetleştin, işte ben dedim ki başta, Uygurustan meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi, barlık mesele. Bunu bugün muhbirlağı sohbet bayan kılganda Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi özü ağzı bilen dünyaga yoki axborot sohasiga e'lon qildi vatandosh.